Assalomu alaykum aziz tomoshabinlar. Yaxshimisizlar, salomatmisizlar? Bugun ozroq ulgimay qolib, kechasi mana soat 11 dan o'tdi, adashmasam. Kulbinalarni sug'oryapmiz. Vaqtimiz bo'lmadi. Tunda sug'oryapmiz. Iloji yo'q. Oxirigacha. Bu yerda tok yo'q. 76 talik motopompa. Ortiqchasini nariyoqqa ko'chatlar tomonga tashab qo'yganmiz. Sug'orilyapti hozirgi holat. Ko'chatlarimiz holatlari. Hozir tunda ko'rsatyapman. Mana barglarimiz hamma yo'q joy-joyida. Inshaalloh hamma vitaminlari hech qanday ortiqcha kasalliklari yo'q. Alloh nasib qilsa, juda chiroyli bo'lib kelyapti xulqlarimiz. Shu trips bizni ashaddiy muammomiz bo'lyapti. Iloji yo'q. 6 ta qator mana 80 metrlik tepisamiz. Juda chiroyli holatda kelyapti. Mana izlar. Bu qator adashmasam 3-qator kabrilloyimiz. Mana bittasini uzdik, endi boshlanishiga. Mana yana ikkinchisi. Ikkinchi go'shada. Mana bittasini uzganmiz, mana ikkinchi go'shada. O'ralari bilan. Mana bitta. Mana ikkinchisi. Trips yaxshi chaqmabdi, Allohga shukr. Hozircha yaxshi holatda.